Siz? Sen? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Men bilan ishing bo'lmasin. Aslida sen bu yerda nima qilyapsan? Tekshirtirgani keldim. Unda sen tekshiraman. Qani gapir, qanaqa shikoyat bilan kelding? Yaxshisi men boshqa doktorga kiraman. Biz doktorimiz, dushmanimiz bemor bo'lsa ham qarashga majburmiz. Keyin bu kasalxonada boshqa o'zi qiladigan joy yo'q. Dardingni ayt, nima bo'ldi? Unda yaxshi, ayta qoling. Ko'nglim aynayapti. Yoqmaydigan narsa yegandirsan. Yo'q, Qachondan beri ko'ngling aynayapti? kecha kechqurun boshlandi. Keyin hid bilishim ham kuchayib ketgan. Bosh shikoyating shumi? Shikoyatim shu. Tekshirib ko'rasizmi, doktor? Avval ham bu narsa bo'lganmi? Balkim oshqozoning yoki o't pufegindir. Yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Keyin test qilib ko'rdim. Natijasi? Natijasi homiladorlikni ko'rsatdi. Mana shu yerga yotishim kerakmi? Xudoga shukr. Natijasini ko'rdingizmi? Shoshilma, tekshiruv tugamadi hali. O'rningdan turishing mumkin. Natijasini qog'ozga chiqarib berasizmi? Erimga ko'rsatishim kerak. Natijasini qabul bo'limidan olasan. Keyin ering sendek xursand bo'lmaydi, chunki homilador emassan. Tushunmadim. Qanaqasiga homilador bo'lmasligim mumkin? Yolg'on gapirmang. Men senga yolg'on gapirib, kasbimga dog' tushirishimni xohlamayman. Men boshqa joyga borib tekshirtiraman. Chunki ertalabki test natijasi boshqacha ko'rsatgan. Qizaloq, istagan joyingga borib tekshirtirishing mumkin. Sen homilador emassan. Bizni tilda yolg'on homilador degani. Quvonching uzoqqa cho'zilmadi. Ichingda hech narsa yo'q. Eringdan so'yincha ola olmaysan. Siz meni ko'ra olmaysiz. Men boshqa joyga borib tekshirtiraman. Natijasi albatta yaxshi bo'ladi. Agar men farzand ko'rsam, sizdan bir qadam oldinda bo'laman. Nima, hozir sen tengmiz deb o'ylayapsanmi? Albatta tengmiz. Lekin tez orada bir qadam oldinda bo'laman. Bilasanmi, senga bir gapim bor. Agar o'rtalaringda farzand bo'lganda, seni kechirardim. Endi esa kechira olmayman. Keyin erimni senga berib qo'ymayman. Kechirarkan deb homilador bo'lishga urinma, qizaloq. Sizga savol. Oxirgi marta Odil akam bilan qachon birga o'tirib ovqatlandingiz? Meni ishim ko'p, senga o'xshab tekin tomoq emasman. Siz ishlayapsiz. Biz esa o'tiribmiz, shunaqami? Yesam erimni pulini yeyapman. Sen erimni emas, bolalarimni haqini gapsan. Yo'qol, tomoshang tugadi. Sen 2-3 kunda keraksiz qo'g'irchoqqa aylanasan. Chunki senga o'xshagan tubanlar mana shunday jazo oladi. Ko'rasiz,
hali sizdan hamma narsani tortib olaman. Ko'rasiz.